Bu laylama nimadan tayyorlangan? Qumdan, semundan tayyorlangan. Semen ham qo'shadimi bunga? Semun ham qo'shiladi. Buni hozir o tepagacha urasizmi shunda? Tepagacha uriladi. Qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Natga qo'yib turaymi? Bugun biz qurilishdamiz. Qariyb 75 yil avval qurilgan va so'nggi yillarga kelib anchagina ta'mirtalab bo'lib qolgan shifoxonaning yangilangan binosining qurilishida. Gap shundaki, Quva tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasi so'nggi yillarda anchagina xaroba holatga kelib qolgan edi. Aynan davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga qilgan tashriflari davomida mazkur shifoxonani yangilash bo'yicha bergan topshiriqlari asosida bugun bu yerda ta'mirlash va qurilish ishlari boshlandi. Qurilish ishlariga davlat tomonidan 6 milliard 100 million so'm pul ajratilgan. Yangi bino qurilyapti. Eski bino mukammal ta'mirdan chiqyapti. Eski binosi 40 o'ringa moslashtirilgan, yangi binosi esa 22 o'ringa moslashtirilgan bo'lyapti. Avgustda 25-sida boshladik. Shu yil 2024-yil oxirigacha topshirish muddatimiz. Qo'l yuvish uchun bu meva-sabzavotlarni tozalash va idish-tovoqlarni yaxshilab yuvish uchun qo'yilgan maxsus moslama ekan. Eng asosiysi yangi shifoxonada laboratoriya, qabulxona va mana shunday barcha qulayliklarga ega oshxona, shuningdek har bir yuqumli kasalliklar uchun alohidadan bo'limlar qurilmoqda. Prezidentimizga ming bor rahmat. O'zim nomimdan, barcha tibbiyot xodimlari nomidan, Quva xalqi nomidan. Mana hozir bizda qurilish ishlari, ta'mirlash ishlari ketyapti. Jonlantirish bo'lishiga, qabulxonaga, laboratoriyaga yangi qurilishlar ketyapti. Mana hozir bitgan binolarga kirsangiz havas qilasiz. Men buni hech ham kutmaganman bunaqa holatda. Sharoitlar shunaqangi yaratildiki, kirsangiz havas qilasiz. Mana yangi oshxonalar xalq nimasi uchun, bemorlarimiz uchun. Darja kelayotgan bemorlarimiz hozir o'zlari kelib bir ko'rib ketaylik deb havas qilib ketishyaptilar hozir hammalari. Quva tumani aholisining uzoq yillik muammosiga aylangan eski kasalxonaning yangi qurilish ishlari joriy yil yakuni, ya'ni dekabr oyiga tugatilib, yangi shifoxona foydalanishga topshirilishi belgilangan.